Bugun biz ko'p va xo'p gapirilgan, ammo aytmasa bo'lmaydigan dabdabali to'ylar haqida gapirmoqchimiz. Afsuski, so'nggi paytlarda kim o'zariga to'y qilayotganlar safi yomg'irdan keyingi qo'ziqorindek ko'payib qoldi. Yaxshiyamki, hukumatimiz tomonidan bu kabi salbiy holatlarning oldini olishga qaratilgan zarur choralarni ko'rmoqda. Endi hozirgi kunda dabdabali to'ylarni oldini olish bo'yicha prezidentimiz ham o'zi farmonlarini, qarorlarni ishlab chiqmoqda. Iloji boricha kamroq odamlarni jalb qilib, nima deydi, isrofgarchilikni oldini olish maqsadida 100 ta 200 tagacha bo'lgan odamlarni chaqirib, ixchamgina to'ylarni tashkil qilish yuzasidan prezident qarorlari ham, farmonlari ham ishlab chiqilmoqda. Bu biz uchun juda ham foydali. Sababi kelajakda yoshlarimizga bu narsani o'rgatib, bu narsani nima deydi, ko'rsatib bersak, kelajagimiz yanada porloq bo'ladi hamda isrofgarchilikni oldini olgan bo'lamiz. To'y marosimlar bu har bir millatni qadriyati, har bir millatni avvalo o'zligini anglatadigan bir ajoyib kunlardan biri hisoblanadi. Bugun haqiqatdan ham to'ylarimiz, marosimlarimizni ixcham, tejamkorlik asosida o'tkazilishi hamma uchun qulay. Shaxsan yurtboshimiz Respublika Ma'naviyat Ma'rifat kengashi hamkorligida juda ko'p bu to'y marosimlarini ixchamlashtirish, dabdababozlikdan voz kechish bo'yicha respublikada keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan xalqimizda, mahallalarda, mahalla yettiliklar orasida aynan mana shu to'y marosimlarini ixchamlashtirib, xalqimizni yana ham shu narsaga da'vat qilib, tejamkorlik nuqtai nazaridan shuni his qilishi bu albatta kerakli narsa. Bugun yoshlarimiz ongiga ham, bo'lajak kelin kuyovlarimizga ham singdirishimiz kerakki, bu dabdababozlikdan hech narsaga erishmaydi. Albatta ixcham, ham maslahat, ham fikr bo'lib mana shunday tadbirlarni o'tkazsa, albatta uni zamirida yaxshiliklar mujassam bo'ladi.